Oqibati jamiyat bizni sotdi. Yuz o'girdi, isha olmadi. 2015-yil Femkentda juda ham qonxo'r manyak paydo bo'ldi va senga aytsam o'ziga juda ham qattiq ishonib yuborgan. Chunki orqasida ishonadigani bor ekan. Bu manyakni tutish men o'zimga alohida burch deb bilardim. Chunki u yaqin kunlarda o'g'irlab ketgan qizchaning dadasi bizning Femkentda bir vaqtlar juda ham mashhur bo'lgan olim edi va o'z vaqtida onamni og'ir kasallikdan men bilardim eng boshdan. Bu shahar allaqachon nafrat va gunoh botqog'iga botganini, ko'chalarda qon aralash o'rnini o'qiyotgan qadrli Femkent. Ammo men harakat qildim oxirigacha, hammasini to'g'rilashga. Senlar tinch nafas olishing, ertangi kunga kelajakka amin bo'lishing uchun. Ammo menga navbat kelganda hammang sukunatga cho'mdilaring. Men sizlarga borimni berdim, senlar esa xiyonat qildilaring. Bu qizimga jirkanch qo'llarini cho'zganda qaysing uni himoya qilding, qaysing yon bosding? Birortang lom-lom demading. Chunki senlar uchun cho'ntak vijdondan ustun, birovning hayotidan o'z manfaatlaring ustun. Men senlarga borimni berdim. Judayam qamoqxonada ham yashashga haqlari yo'q. Biz to'layotgan soliqlar evaziga issiqqina xonada yillar davomida tinchgina hayot ko'rishlari yo'q. Bunga chiday olmasdim. Endi hammasini yig'ishtirib, kiyim almashtirsam, nihoyat qo'lga tushding. Men Quloq sol. Hozir taslim, xonangga qaytib kirasan. Nima uchun? Ker davay. Xo'p. Nima uchun? Ha? Nima uchun bu ishlarni qilyapsan? Men shunchaki qanday tushunarsam ekan, bilmadim. Masalan, mana sen nimadan zavq olasan? Xudoyim, nimalar bo'lgan bu yerda? Xullas, bo'ldi, meni qamoqqa. Do'stlar, hozir sizlar ko'rib turgan narsa haligi yarim Terminatorda qizi. Demak, Redrift, ya'ni Javohir Minecraft videolarda o'xshashlik bor.